Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang. 2026-yil 3-yanvarning erta tongida Venesuela poytaxti Caracasda bir necha marta kuchli portlashlar va past balandlikda parvoz qilayotgan samolyotlar eshitilgan. Mahalliy vaqt bilan taxminan soat 2 atrofida kamida 7 ta portlash ovozi qayd etilgan. Bu portlashlar shahar bo'ylab qo'rqinchli shovqin va vibratsiyalarni yuzaga keltirgan. Bir qancha hududlarda qora tutun ko'tarilgani haqida guvohliklar mavjud. Bu hodisa asosan harbiy obyektlar atrofida sodir bo'lgani taxmin qilinmoqda. Xususan, La Carlota harbiy aviabazasi va Fuerte Tiuna kabi strategik maydonlarda portlashlar qayd etilgan. Portlashlar yer silkinishiga sabab bo'lib, odamlar uydan yugurib chiqqan va vahimaga tushishgan. Ba'zi tumanlarda elektr ta'minoti uzilib qoldi. Ayniqsa shahar janubiy qismida joylashgan hududlarda elektr kuchsizlanishi kuzatilgan. Portlashlar natijasida jiddiy jarohat yoki rasmiy o'limlar soni haqida mustaqil tasdiqlangan ma'lumotlar hozircha yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan videolar va xabarlar ko'p, lekin ularning haqiqiyligini ishonchli tasdiqlovchi rasmiy tasdiqlar hali yo'q. Hozircha Venesuela hukumati portlashlar sababi haqida rasmiy bayonot bermadi. Shuningdek, AQSh yetakchilari tomonidan bu voqeaga izoh yo'q. Biroq ba'zi xalqaro manbalar va mintaqa rahbarlari, jumladan Kolumbiya prezidenti, portlashlar paytida jetlar va raketalar hujumi bo'layotgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda yozishgan. Bu portlashlar ayni AQSh bilan Venesuela o'rtasidagi keskinlik fonida sodir bo'lmoqda. So'nggi oylar davomida AQSh hukumati Venesuelaga bosimni kuchaytirgan. Ularning bayonotlariga ko'ra, bu bosim narkotik savdosiga qarshi kurash va hokimiyatni o'zgartirishga qaratilgan siyosatning bir qismi. AQSh kemalari va harbiy kuchlari Karib dengizida kuchaytirilgan nazorat olib borishgan. AQSh tomoni Venesuelaning dori tashuvchi kemalariga zarbalar bergan va hatto bir marta Venesuelaning daryo bo'yidagi narkotik yuklash hududiga hujum qilingan. Bu yerda katta portlash sodir bo'lgan. AQShning Bogotadagi elchixonasi Amerika fuqarolarini Venesuelaga bormaslikka chaqirmoqda. Hozirda Venesuelada bo'lib turgan Amerika fuqarolari esa xavfsiz joylarga yashirinishlari kerak, deyiladi AQShning Venesueladagi elchixonasi rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda. Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang.